Diqqat, tezkor xabar. O'zgidromet agentligi fuqarolarga haftalik ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. Barcha tezda xabardor bo'lsin. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. O'zbekiston va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi va dolzarb xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosganlar videorolik oxirida 50 ming so'm egasi bo'lasiz. Diqqat qiling, ushbu ish haftasi davomida O'zbekiston hududining katta qismida quruq va kam bulutli ob-havo bo'lishi kutilmoqda. Bu haqida O'zgidromet xabar qildi. Qayd etilishicha, faqat respublikaning shimoliy g'arbiy hududlarida 17, 18, 19 avgust kunlari ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Ko'pchilik viloyatlarda kunduzgi havo harorati 33-38 daraja atrofida bo'ladi. Janubda ba'zi joylarda 40-43 darajagacha ko'tariladi. Harorat kechalari esa 18-23 daraja kuzatiladi. Ushbu haftada shamol tezligi 17-18 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. Ayrim joylarda esa chang to'zon bilan kuzatiladi. Faqatgina shimolda 21 avgust kuni shamolning tezligi 22-25 metr sekundgacha yetishi kutilmoqda. Hafta davomida poytaxtimiz Toshkentda asosan kam bulutli, yog'ingarchiliksiz ob-havo kuzatiladi. Faqat ish haftasining oxiriga kelib kechalari harorat 20-23 daraja, kunduz kunlari 35-38 daraja bo'ladi. Shimolda va sharqda 3-8 metr sekund tezlikda esadi, vaqti bilan shamol 10-14 metr sekundgacha kuchayishi, ayrim joylarda chang to'zonlar bo'lishi mumkin, deyiladi xabarda.